Resmiga sotilmadi. Mana qayda. Aka nech pul bo'ldi? Qancha bo'ldi aka? 35 million so'mga olinibdi. Shved bolasi u ketyapti. Assalomu alaykum hurmatli Jasur bola kanali obunachilari, YouTube kuzatuvchilar, Chorva ishqibozlari. Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Yozyovon mol bozori hafta kuniga chorshanba 2026-yil 19-avgust sanamiz akalar. 16,5 bo'ldimi? 16 millionga olindi. To'yga so'yilishga oldi, 16 millionga olindi. Mana. Aka qancha bo'ldi? Nech pul bo'ldi aka? 20 million so'mga bo'ladi. Akalar mehnatlaringiz arisa sizlarga bosaveringlar. Vaqalar. O ipga tushmagan ekanda u. Bozorda bo'lsa chetdami? Yo'q, ana bo'lmasa. Nech puldan ketdi aka? 52 million so'mga shu katta mol sotilibdi. Bolasi mana bu qancha? 52 million so'mga. Xo'p, yana ona bola. Ona bola nech pul bo'ldi? Qanchaga? 32 millionga buni sotishmabdi. Ona bolasi. Sizlar like bosinglar, bizlar shu mehnatda davom etaveramiz. Novas nech pul bo'ldi? Akam. Buzoqchalar chiqyapti, qo'ylar chiqyapti. Aka bu qancha nech pul bo'ldi? Voy. Sotishmabdi. Sotilmabdi. Xo'p, davom etamiz. Qancha deyapsiz? Sotmadingiz-a? Sotdingizmi? 13 millionga sotildi mana shu 10 aziz. Aka bo'g'oz akammi? Nech pul bo'ldi? 5 millionga sotib yuborishibdi. Bo'g'oz. Ketdik. Xo'p, davom etamiz. Sizlar lakra bosyapsizlarmi, jigarlar? Ketdi. Aka qancha bo'ldi? 30 million. 30 bolasi 10 ajon. 10 ajon nech pul bo'ldi? 12 millionga sotilmadi. Qaytyapti bu 10 ajon. Bu qancha nech pul bo'ldi qora aka? Sotilmadi. Nech pulga? 13,5 million so'mga olindi bu qancha? Bular 1 plus. Qancha bo'ldi? Ana bor. Olalar nech pul bo'ldi? Jupiga 26 million so'mga. Torting. Jupiga 26 10 ajonlar. Bir joyga ketdi. Angar, torting. Qancha? Ha. 10 ajonlar nech puldan bo'ldi, hoji bobo? Qanchadan? Qo'zlar nech pul ketdi? 6,5 ikkalasi. Aka qancha bo'ldi bu? 5 million. Nech pul bo'ldi? Qancha bo'ldi? 800 qo'shqorcha. Boqilashga tayyor. Nech pul bo'ldi bu qanchalar? 23,5 million so'mga ikkita bu qancha? Yovvoshcha bo'lyapti. Ketdi. Aka qanchaga oldingiz? Yo'q, bo'l nech pulga? Nech pul oldi? 44 million. 48 million so'mga olishibdi. 48 million so'mga olishdi. Xo'p, qadrdonlar, ko'raveramiz. Xudo xolasa. Yaxshi hayvonlar kelyapti, kiryapti. Xo'p, shunaqa gaplar. Buqa kelyapti, ehtobi. Aka nech pul bo'ldi buqamiz? Qanchadan qaytdi? 27 milliondan qaytibdi. Aka nech pul bo'ldi bu? Telefonga gaplashadi ekan. Ojbon nech pul bo'ldi? Qanchaga oldingiz aka? 25,5 ga shu yo'q ekanda. 10 ajon. Aka bo'g'oz nech pul bo'ldi? Sotilmadi. Ona bolalar qancha aka? Qancha? 36 ga sotishmasa olib chiqyapti. Bolasi buqa. Bular nech puldan? Achim. Torting. Novas nech pul? Bu netiga olindi ishlarda ekan. Voy, men bola. Ketdi, gala. Ona bola nech pul?
to'g'ri. 27 million oldi. Bolasi buqa. Aslaga bozor qanaqa? Pastmi? Pasa bo'laveradi. Oladigan pay. Ya, keyingi haftaga yana pasayadi, xohlasa. Davom etamiz. Nech pul? 16.700 aka sog'a. Hojiboy o'g'onasini nech pulga oldingiz? 11 millionga olishdi. O'g'onasicha. Yaxshi. Ha, bola o'shadan turib o'rnadi. Sana bola ol boshlab. Bozorchida Buqa nech pul bo'ldi? 23.5 ga novoz. O'g'onasi qanchaga bordi? Qanchaga? 12.800 ga sotishibdi. Torting. 12.800 ga o'g'onasi sotilibdi. Bular nech puldan ketdi? Ana bola qancha bo'ldi aka? 35.5. 35.5. Bolasi o'g'onasinchami? Sotilibdi. 35.5 ga bolasi o'g'onasincha. Yaxshi sigir. Hop, davom etamiz. $35 millionga sotilmoqda. 540 plyus minus ko'rishibdi. Torting bor so'radi. Torting buqani ham. Qanchaga bordi hojiboy? 700 kilodan oshiq. 700 kilodan oshiq. Nech pul bo'pti? To'ygani ham so'rashdimi? Nech pulda? 130 milliondan so'rashdi ekan. Boqqanda otasiga rahmat. Narxlar ko'ryapsizlar-ku. Yaxshi. Ona bola nech pul bo'ldi aka? 34 million so'mga. Ona bola. O'g'lani bolasi. Bu qancha bo'ldi? Nech pul bo'ldi bu qancha? 15.5 ga bermadi. 15.5 ga berishmabdi. Qancha bo'ldi bu? Tohir aka qancha bo'ldi? 40 million 500. Sherigichi? Uchichaga ham qil. Tug'diradi aka. Voy. Torting. Qancha bo'ldi buqa? Nech pul bo'ldi? 33 million 800. 33 million. Jasur. Mana qarang, bola udarligini. Zo'ru. Ona bola nech pul? 31.5. Bolasi o'g'onasincha. Ketdi. Akalar, men sizlarga bir qator bozor narxlarini tanishtirib bordik. Mehnalarsa laykni bosaveringlar. Har bir layk bosgan insonlar qo'llari dard ko'rmasin deymiz. Mana bozorimiz holati.